Assalomu alaykum. Maqta xabarlarning kechki soni va uni sizlar bilan men Hurmatay Nurmatova tanishtiraman. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. O'zgan bozoridagi tartibsizliklar qachon bartaraf qilinadi? Xitoy Qirg'iziston bilan hamkorlikni jonlantiradi. Sanpa voqeasiga 9 yil Jalolobodda qurbon bo'lganlar xotirlandi. Sobiq prezident Almazbek Atambayevdan daxlsizlikni olish taklifini 60 deputat qo'lladi. O'zgan bozori tartibsiz bo'lib, atrofi yoyma savdo rastalariga to'lgan. Buni nazorat qiladigan odam yo'q. Shu sababli savdogarlar piyodalar yo'laklarigacha chiqib olishgan. Bu holat kundan kunga kuchayib borayotganidan mahalliy yashovchilar norozi bo'lishmoqda. Bundan tashqari bozorning sanitar-gigiyenik holatidan xavotir bo'layotganlar ham bor. Shuningdek, yong'in xavfsizligi bo'lgan vaqtda o't o'chirish mashinalari bozor ichiga kira olmaydi. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Ilgerki Жібек жолы, жақшы жол базарлы. Мына қарабайсыз, өзгөндүн четін қарағыла, мына жақшы шаһардын чети мына албыр сарылар жолдун четинде турат, бәр жол ушуларды. Ушуларды қарабайт. O'zgan shahrining markaziy bozori 4 gektar maydonni egallaydi. Mazkur bozordan shahar g'aznasiga oyiga 4 millionga yaqin pul tushib turadi. Mahalliy yashovchilarning so'zlariga ko'ra, soliq olib ko'nib qolgan rahbarlar, savdogarlar xalqaro yo'l hisoblangan shoh ko'chaga chiqib ketganiga e'tibor ham qaratishmaydi. Bundan foydalangan savdogarlar yo'l bo'ylariga o'z mahsulotlarini yoyib olishgan. İçinde жүрген bozorchi, savdogarlar misol, налогты qattiq talab qiladi. Arendalarini qimmat beradi. 20 ming, 25 mingden bir mestalarda. Biroq жолду qarab, mындай реально чечпейт. Мындай тирилик ол болбой турган нерседе, азыр көрдүңүздөр азыр машина да өтө албай атат. Ол деген не порядка жок. Вообще жол жоқ. Анткени каждый сантиметр уже бирөөнүкү да. Либо фрукт сатат, уже жаныбардын сатат, баарын да сатат. Yo'lakchada savdo qilayotganlar bozor ichida joy yo'qligini aytishadi. Shu bilan birga ish o'rinlari yo'qligi ham ularni shu yerda savdo qilishga majbur qilmoqda. Piyodalar yo'lakchasidan mayda narsalardan tashqari ro'zg'orda zarur bo'ladigan buyumlargacha topish mumkin. Bozorning ichida место жоқ. Bozorning ichine kirib da gördük, место болгондо жоқ. Эми биз бу жерде мыйзамсыз турабыз, туура. Гиргиледейт, айдайт, айла жок турабыз, эмне кылабыз? Завод, фабрикалар иштебесе. Көчөдө жүргөндөн ошол жакшы да. Үстү жабык, сулоо бардыгы бар, нормальный бардыгы. Иштесе болот. Эми мындай местага кымбат алат да, 1000 сомдон алса алабы, ушундай местасычы. А жолдо 50 сом берип койсо турушат да, ошон үчүн турушат аякта. Piyodalar yo'lakchalari yoyma bozorga aylanishi yo'lovchilar harakatini murakkablashtirdi. Shu bilan birga yong'in vaqtida maxsus xizmat mashinalarini bozor ichiga kirishini ham murakkablashtiradi. Sotuvchilarning so'zlariga ko'ra chiqindi uchun pul to'lashadi, lekin chiqindilar o'z vaqtida olinmaydi. Shu bilan birga arava yuraverib, yaroqsiz holga kelgan ko'chalarda ta'mirlash ishlari olib borilmaydi. Mahalliy hukumat esa doimgidek bozor tartibga solinadi deya ma'lum qildi. Noqonuniy savdo qilayotganlar shahar tashqarisiga ochilgan Do'rdo'y bozoriga ko'chirilishini qo'shimcha qildi. Qonunga amal qilmaganlarga jarima solinishi qo'shimcha qilindi. Ayni vaqtda meriya bu yo'nalishda soliq xizmati bilan yangi rejalar ustida ishlamoqda. Shahar meriyasi bardыгы чогулуп азыр ish bilan tuzib atышат. Бул мыйзам сооданы тиешелүүлөргө киргизиш боюнча. Андан кийин эгерде ошондой эле орун жок болсо, Доордой базар деп мына Жыландыга кетип аткан жолдогу жол боюна да апарыш боюнча пландар түзүлдү. Ошол жака да апарыш боюнча иш-чаралар иштелип атат. Эми болуш керек жакындачы. Eslatib o'tsak, 2017-yilning 29-iyulida O'zgan shahrining markaziy bozori yonib ketgan. Natijada 226 konteynerlar moddiy ziyonga uchragan. Mazkur bozor sobiq ittifoq vaqtida bir kishining qaramog'ida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bu yerga 17 kishi egalik qiladi. Qirg'izistonda katta quvonchli o'zgarishlar bo'ldi. Bu fikrni Xitoy raisi Si Szinpin bugun 13-iyunda Qirg'izistonga bo'lgan davlat safari davomida prezident Sooronbay Jeenbekov bilan o'tgan keng doiradagi uchrashuvda bildirdi. U Sooronbay Jeenbekov Qirg'iziston prezidenti bo'lgandan so'ng o'lka iqtisodini rivojlantirish, ijtimoiy barqarorlikni saqlash, korrupsiya bilan kurashish bo'yicha bir qancha choralar ko'rilganini ta'kidladi. Si Szinpin ikki davlat xalqlarning farovonligi uchun bundan keyin ham o'zaro foydali hamkorlikni
rivojlantirishga tayyorligini bildirdi. Davlat tashrifi davomida hamkorlikni rivojlantirib, yangi bosqichga ko'tarishga tayyorligini qo'shimcha qildi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning rahbarlari kengashining navbatdagi yig'inida ishtirok etish uchun Qirg'izistonga keldi. Bu haqda hukumat apparatining matbuot xizmati bildirdi. O'zbekiston Prezidentini Manas xalqaro aeroportida Premyer-ministr Muhammadqal'y Abilg'aziyev kutib oldi. 13-14 iyun kunlari Bishkekda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti bo'ladi. Unga Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Tojikiston, O'zbekiston, Hindiston va Pokiston davlatlari ishtirok etishi kutilmoqda. Kuzatuvchi qatori Afg'oniston, Belorussiya, Eron va Mongoliya prezidentlari keladi. Mavzuni davom ettiramiz. Hindiston Premyer-ministri Narendra Modi ham Bishkekka keldi. Uni Manas xalqaro aeroportida vitse-premyer-ministr Zamirbek Asqarov kutib oldi. Rasmiy safar davomida Narendra Modi prezident So'rinbay Jeenbekov bilan uchrashadi. Ikki davlat rahbarining uchrashuvi yakunida bir qancha hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Eslatib o'tsak, ayni damda mehmonlarning deyarli yarmi keldi. Sammitni 500 dan ortiq xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari yoritadi. Jalolobodda Sampa voqeasini 9 yilligi xotirlandi. Unga mahalliy hukumat vakillari, voqeada qurbon bo'lganlarning yaqinlari ishtirok etishdi. Unda so'zlagan oblast yetakchisi va yaqinlaridan ajralganlar bunday voqealar qayta takrorlanmasligini tilashdi. Xotira kechasining borishi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Atam 42 yoshda bo'ldi. Aqlay Tashtanova 2010-yilgi voqealarda otasidan ajragan. U buning uchun ikki millat vakillarini aybdor deb hisoblaydi. Чындыгында ошо башында турган адамдар, ошону уюштурган адамдар, ошол убакта эбак эле качып кеткен болгон да. Ошолор өз жазасын албай калышты да. Aqlay kabi yana boshqa qizlar otasidan ajralgan bo'lsa, akasi, ukasi, ba'zilar esa umr yo'ldoshini yo'qotganlar ham bor. Ularning barchasi har yillik 12-iyun kuni xotirlash marosimida yig'ilishadi. Bu yil esa noma'lum sabablar bilan mazkur marosim 13-iyunga ko'chirilgan. Bu yerga kelganlarning barchasi bundan keyin faqat tinchlik bo'lib, hech kim yaqinidan ajralmasin deya niyat qilishmoqda. Unday o'qoya bo'lbosin deb aytam, конечно. Unday o'qoya bo'lbosin deb aytam. Ошондой болсо, мисалы үчүн алардан деле, бизден деле мисалы үчүн жабырлануучулар болот экен, ушинтип бир аталарыбызды, бир туугандарын жоготушат экен. Ушинтип ыйлап, сыздап калат экенбиз. Xotirlash marosimida oblast yetakchilari bosh bo'lgan mahalliy rasmiylar ishtirok etishdi. Unda so'zga chiqqanlar hukumatning Jalolobod oblastidagi vakillari asrlar davomida bir yerda istiqomat qilgan ikki millat orasidagi nizoni maxsus tomonlar o'z manfaati uchun uyushtirganini ta'kidlashdi. So'rinbay Sharipovich va premyer-ministr bo'lib turganda o'sha kelgan edi. Kelib, men har yili kelib turganda o'zi aytgan edi. Bultirda men joliqqanimda aytgan, baraman xudo qalasa dedilar. Bu yil o'sha summit bo'lib qolib, kelmay qolib, nima so'radi. Xudo qalasa endi yili bosh qo'yib qo'ysangiz boramiz deb shunday aytdilar. Eslatib o'tsak, o'lkaning janubida 2010-yilgi bo'lgan voqealarda, undan Sanpadagi to'qnashuvlarda 16 nafar odam olamdan o'tib, 80 dan ortig'i jarohat olgan. Halok bo'lganlarning yaqinlariga uy va 1 million so'mdan moddiy yordam ko'rsatilgan. O'sh shahridagi o'quvchilarga maktablarda yozgi oromgohlar tashkil qilinmoqda. Bolalar hozirda shahardagi maktablar qoshida dam olishadi. Buning uchun shahar rahbariyati tomonidan maxsus komissiya tuzilib, xavfsizlik choralari qaralgan. Umumiy 23 ta maktabda dam olish uchun sharoitlar yaratilgan. Oromgohga 9 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar chaqirilib, 7 soat vaqtini turli to'garaklarda o'tkazishadi. Ularning yozgi dam olishi qanday bormoqda? Navbatdagi lavhada guvohi bo'lasiz. Baqtibek shahardagi 52-sonli Qirg'iz-Turk do'stligi maktab litseyining 1-sinfini bitirdi. U rasm chizishni yoqtiradi. Shuning uchun lagerda o'zi qiziqqan narsalarni rasmini chizmoqda. Suratlar tartgan yaxshi ko'ramda. Ammo bunday kargabo, samolyot va yana narsalar tartgan yaxshi ko'ram. Ana bo'lsin, basseyn bor, parklar azg'a. Shunday cho'ng, shunday yerlarga borgim keladi. Lagerda kam ta'minlangan va ko'p bolali oila farzandlari 10 kun dam olishadi. Har bir maktabdan 40 dan 60 nafargacha bola jo'natilgan. Qishloqdagi o'quvchilarga qaraganda shaharda o'qigan o'quvchilarning dam olish masalasi murakkab. Shunga qaramay yetakchilar bor imkonini ularni dam olishiga qaratishmoqda. O'yin zo'qdir, sport o'yinlar, shaxmat, ana o'quvchining jeke chiqarmachiligini o'niktire turgan
анын эстетикалык жактан тарбиялай турган сүрөт тартуу жана башка иш-аракеттер болот. Dam olishda turli o'yinlar bilan birga o'qishlar ham bo'ladi. Lager yoqqanini ta'kidlagan o'quvchilar xorij tillarini o'zlashtirishga harakat qilishmoqda. Biz bo'lsa har kuni angliyskiy yerda o'rganamiz. Men bo'lsa 3-klass kelgan uchun ingliz tilini bilmayman. Эми жакшы өтөт экен, ошол лагерде болсо жакшы ойнойбуз экен. Har kuni yangi dasturlar tuzilib, turli o'yinlar tashkil etishadi. Shu bilan birga tarbiyaviy ahamiyatga ega kino va multfilmlar ham namoyish etilmoqda. Күнүгө ар күндө ар кандай программа түзүп чыгабыз. Мисалы биринчи күнгө окуучуларга китеп окуу, Кытай эл жомоктору, Кыргыз эл жомоктору, башка элдердин жана өзүбүздүн Кыргыз эл жомокторубузду окутуп чыгабыз. O'quvchilar ertalab 8:30 dan soat 15:00 gacha lagerda bo'lishadi. Shahar bilim berish boshqarmasi har yili 500 o'quvchini lagerga yuborsa, bu yili 1000 nafar o'quvchini maroqli dam olish uchun sharoitlar yaratishgan. Jismoniy tarbiya va sport qo'mitasi esa shahardagi Delfin basseynida o'quvchilar uchun bepul dam olishni e'lon qilishgan. Жылкы жылы спорт комитети тарабынан балдардын жайкы салуусунда Дельфин бассейнине дагы балдарды аксыз түшүрүү пландаштырылып, графиктер берилди. Балдар барып, ал жака дагы сууга түшүп келүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. O'sh shahrida joriy yil 65 mingdan ziyod o'g'il-qizlar maktabni tugatgan bo'lsa, boshlang'ich sinfda 30 ming nafar o'quvchi bor. Hilola Ashurova, Mimoza Janibek, Qizbek Sultonabiyev, Intimaq. Almazbek Atambayevni daxlsizlikdan mahrum qilish bo'yicha taklifni Jo'g'org'i Kengashning 60 deputati qo'llab imzo qo'yishdi. Bu haqda tashabbuschi deputat Qanat Isayev bildirdi. Uning aytishicha, masalani shu bo'yicha tuzilgan maxsus komissiya keyin parlament ko'rib chiqish kerak. Qanatbek Isayev komissiya tarkibi yig'in bugun aniq bo'lishini qo'shimcha qildi. 12-iyunda parlamentning umumiy yig'inida deputatlar Qanatbek Isayev, Talant Mamitov va rais Dastanbek Jumabekov sobiq prezident Almazbek Atambayevni faoliyatini va so'nggi bildiruvlarni keskin tanqid qilib, unga tegishli baho berishga undashgan. Ular sobiq prezidentni daxlsizlikdan ajratish bo'yicha tashabbus ko'tarib, uni 40 ga yaqin deputat qo'llagan. Jo'g'org'i Kengashda umumiy 120 ta deputat bor. Eslatib o'tsak, Almazbek Atambayev Qirg'izistonni 2011-2017 yillari boshqargan. O'zi parlamentdagi so'nggi tashabbusga izoh bermadi. 8-iyunda uni Bishkekda o'tgan mitingda o'zini oqlab, hukumatni tanqid qilgan. Atambayevning tarafdorlari buni maxsus tayyorlangan ssenariy deb baholashdi. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin. Xayr, omon bo'ling.